Ey hayotning guli bo'lgan ayol. Shuni bildingki, bir kundagi 24 soat vaqtdan to'g'ri foydalanish uchun tövəndəki bir qancha nuqtani terishib ishga oshirmoq lozim. Birinchi, ertaganda o'rindan darhol turish. Ezilib uxlavermaslik kerak. Ikkinchi, har kunlik kurash nishoningiz aniq, amaliyotga uyg'un bo'lishi lozim. Kun bo'yi uni ishga oshirish uchun tirishib ishlaydigan va o'rganadigan bo'lishingiz kerak. Uchinchi, xizmatda, o'rganishda, hatto kishilar bilan bo'lgan aloqada yangi bilimlarni bayqashga va qabul qilishga har vaqt ahamiyat berish kerak. To'rtinchi, vaqtni ahamiyatsiz mehmondorchilik uchun sarf qilmaslik kerak. Vaqtni jonliq ishlatish va egallash lozim. Turmushni bek bo'libmi qilib o'tmaslik lozim.